o'zi menda ozg'in bo'lganman. Keyin semirish uchun ukol olganman-da. U keyin gormon buzilishiga olib kelgan ekan. Keyin 86 kilo vес bilan keyin bir reklamada o'sha Fitway'ni ko'rdim. O'sha именно Nursulton Ro'ziboyev anaqasi ekan. Shuni keyin bir gaplashdik aka bilan. Keyin bir aka anav qildi, yaxshi отзыв berdi. Keyin bo'ldi dedim, qancha ko'raylik, sinab dedim, "Yo'q, Allohdan" dedim. Keyin shu bilan oldim mahsulot. 2 oylikni oldim, gormonni to'g'riladik, keyin ichuvdim. 26 kilo vес tashlabman, xursand bo'lib, keyin rahmatimni aytib, mana hozir 60 kiloman. 86 kilo vес edim. Qon aylanishlari zo'r, mana ertalabda turishlarim, charchoqlar umuman yo'q. Hammasi zo'r. O'zi qornim, men eshak qorim yotibdi. Mana ko'ryapsiz, tarozlarimni ham ko'rsataman. Agar ko'raman desanglar, mana 60 kiloman, 86 kilo edim. Mana. Mana aka, 60 kiloman hozirgi kunda. Mana qarang, yozgi rasmlarimni ham ko'rsataman hozir sizga. 40 kunda 26 kilo tashladim. Mana ko'rib turibsizlar. Mana bu qorinni qarangda. Mana bu qorinni mana. Mana qorinni ko'ryapsiz. Endi mana aka, agar ana bo'lmasa ko'rsinlar. Ishonsangiz, xohlasangiz dieta ham qilmadim men aka, to'g'risi. Non yedim, lekin kechqurun ovqatni kamaytirdim. O'zidan o'zi ishtahalaringizni aniq qilib, o'zi joyiga tushar ekan. Men bu o'ylaysiz, fantastika deb o'ylaysiz, lekin unaqa emas. Zo'r ekan aka.